Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz qana? Ya. Kim mashina sigaret chekish mumkin emas? Nega mumkin emas aka? Mashina taksi zakaz qildi degani ichida hamma narsani qilib ketish kerak degan emas-ku. Aka men chakkim yo'q. Aka bo'lmaydi ketyapti. Yo'q aka. Biz beramiz aka yurishingizchi. Yo'q aka, pulda emas gap. Men o'zim mashina chakmayman. Yuring aka, nima farqi bor? Men Aka siz qo'shilmay turing. Men mashina chakkim yo'q. Aka bo'lmaydi ketyapti. Yo'q aka, mumkin emas. Beraman aka. Mumkin emas sigaret. Menga qarang, noto'g'ri aka, pulni berasiz, o'zingiz shunchalik pulingiz ko'pmi noto'g'ri? Yo'q, mumkin emas aka mashina sigaret. Qayerda yozib qo'ygan mumkin emas. Pul beryapti degan hamma narsa qilyapti. Taksimiz aka, Yandeksmi bu? Yandeksi to'g'ri. Ha, Yandex. Yandeksi yozib qo'ygan, sizga mumkin emas. Mumkin emas. Meni mashinamda chakish mumkin emas. Qayerda o'zingiz aytyapsiz, to'g'ri yozib qo'ymagan Yandeksi to'g'rimi? Yandeksda yozish shart emas. Yandex yozmaganlik uchun ham men u yerdan chiqolman. Qo'shilmay turing aka. Yo'q, o'rtog'imman aka. Sen ko'p gapirmay. Men qarang, siz nesarsiz? Sansiramasang. Akam bo'lasiz, akam men bu bilan gaplashyapman. sarlab tashamang nomdan sizga. Akalik qo'ygan joyingizmi sarlab? Nima sotovga Shunaqa mashina gapi bormi? bor-ku, aylantirib tashamang unaqa. Sizga ertaymas gaplashyapsiz bilan. Yandex yozib qo'ymaganda olmani sizga. Bo'ldi, men chakaman, xohlaganimni qilaman. Qanaqa xohlagangiz qilasiz? Mashinada o'zimniki mashina, nima shaxsiy u. Yandex menga mashina bergani yo'q. Qo'shingiz kerak edi, nada bu deydi. Mumkin emas deb chakish. Kommentariyaga yozish kerak, sigaret chakaman deb. Yo'q, men mana shunaqa qilaman, men xohlaganimni Sigaret qilaman. mumkin emas. Yo'q, men chakim yo'q. Nimaga chakasiz aka? Men xohlaganimni qilaman. Yo'q, bundan mumkin emas aka. Pulingizni olaysiz bo'ldi. Ikkita mashina, nima deyapsan? Ikkita mashina. Tush, davlat.